Dilip Kumar, asl ismi Muhammad Yusuf Xon, Hind kinosining eng buyuk aktyorlaridan biri sifatida tanilgan. U o'zining aktyorlik mahorati, betakror ishlari va kino rivojiga qo'shgan hissasi bilan faqat Hind kino sanoatida emas, balki dunyo miqyosida ham e'tirof etilgan. Uning ijodiy faoliyati, o'ziga xos uslubi va ishlari nafaqat tomoshabinlar, balki kino tanqidchilari tomonidan ham yuksak baholangan. Dilip Kumar aktyorlik faoliyatini faqat badiiy kinematografiya bilan cheklab qolmagan. Uning hayoti va ijodi Hind kinosining rivojlanishining eng muhim davrlariga to'g'ri kelgan. Bugun Dilip Kumar haqida ba'zi qiziqarli faktlar va uning kino rivojiga qo'shgan katta hissasiga to'xtalib o'tamiz. Dilip Kumar Hind kinosining fojialar qiroli sifatida mashhur. U filmlardagi chuqur dramatik rollari bilan tanilgan. Dilipning aktyorlik mahorati tomoshabinlarni ko'plab his-tuyg'ularni boshdan kechirishga majbur qilgan. Sevgan ayolini yo'qotgan erkak, ota-onasiga qarshi chiqqan yoshlar yoki qo'rquvni yengish uchun kurashayotgan kishilarni tasvirlashda uning mahorati yaqqol ajralib turardi. Dilip Kumarning Buyuk sulola, Devdas va Shakti kabi dramalari ko'plab yillar davomida Hind kino sanoatining eng yirik namunalari sifatida qabul qilinib kelgan. Dilip Kumarning aktyorlik faoliyati 1944-yilda boshlandi. U Jvar Bhata filmida kichik rolni o'ynadi. Ammo uning haqiqiy yuksalishi 1947-yilga Jugnu filmidan keyin boshlandi. Shundan so'ng u Hind kinosining mashhur yulduzlaridan biriga aylandi va barcha davrlarning eng buyuk aktyorlaridan biri sifatida tanildi. Dilip Kumar 1954-yilda Filmfare mukofotini qo'lga kiritgan birinchi aktyor bo'ldi. U o'zining ijodi bilan Hind kinosining ilmiy va dramatik yo'nalishini shakllantirishga katta hissa qo'shdi. Bu mukofot uning aktyorlik faoliyatining boshlang'ich bosqichlarida mehnatini e'tirof etish edi. Dilip Kumar Kamini Kaushal, Meena Kumari, Madhubala, Vijayantimala kabi mumtoz aktrisalar bilan ishladi. Ularning ekrandagi juftliklari Hind kinosining eng yodda qolarli sahnalarini yaratdi. Ayniqsa Buyuk sulola filmida Madhubala bilan o'ynagan roli aktyorning hayotidagi eng diqqatga sazovor ishlardan biri hisoblanadi. Dilip Kumar faqat dramalarda emas, balki komediyalarda ham muvaffaqiyatga erishgan. U Ram va Shyam kabi komediya filmlarida ikki xil rolni o'ynadi. Bu filmdagi mohirona gavdalantirilgan obrazlar Dilip Kumarni nafaqat dramatik aktyor, balki komediyada ham usta sifatida tanitdi. U o'zining hayotidagi ko'plab rollari va muvaffaqiyatlari bilan kinoda haqiqiy shahzodaga aylandi. Ammo uning shaxsiy hayoti ham juda kamtarona edi. Aktyor doim yaqin do'stlari va hamkasblari bilan yaxshi munosabatlarni saqlab qolishga intilgan. Uning sadoqati, xushmuomalaligi va mahoratiga ko'plab aktyorlar va kino mutaxassislari qoyil qolishgan. Dilip Kumar va Madhubalaning munosabatlari, ayniqsa ular turli filmlarda birga ishlagan paytlarda muhim o'rin tutgan. Dilip Kumar Madhubalani Hind kinolarining haqiqiy yulduzi sifatida hurmat qilgan va ba'zi hollarda undan maslahat ham olib turgan. Ularning birgalikdagi ishlarini tomosha qilgan muxlislar ham bu juftlikni kino tarixining eng kuchli ikki aktyori deb hisoblashadi. Dilip Kumar nafaqat kino sanoatida beriladigan, balki Hindiston hukumati tomonidan ko'plab mukofotlarga sazovor bo'lgan. U Padma Bhushan va Padma Vibhushan kabi oliy mukofotlarni qo'lga kiritgan. Dilip Kumar Hind kinosini nafaqat o'z ijodi bilan, balki kinematografiya va aktyorlik san'atining rivojiga qo'shgan hissasi bilan ham boyitdi. Dilip Kumar aktyor sifatida boy meros qoldirdi. Uning faoliyati Hind kinosi kitobiga yangi bir sahifa bo'lib qo'shildi va tomoshabinlarni bir nechta avlod davomida o'zining san'ati bilan lol qoldirdi. Dilip Kumar faqat fojia qiroli emas, balki har qanday obrazni haqiqiy va ishonchli qilib tomoshabinni o'ziga rom etgan aktyor. Uning nomi Hind kinosi bilan birga abadiy qoladi.